alaykum. Mercedes Sprinter bozor obunachilar. Bugun sotuvda tayyor evakuator Gigant 609 Mercedes-Benz. Video davomida narxini, ma'lumotini aytib o'tamiz. Video boshlanmasdan like, podpiska tugmasini bosib qo'ying. 990-yilda ishlab chiqarilgan. Tonli rami, most, Isuzu qo'yilgan. Plashatkasi 520. Holada balonlari o'rta holatda. Orqa qismlari 4 tonnagacha yuk oladi deyaptilar. O'sha dehqonda turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, balon qismlari, rama qismlari, balonlari, diskalari Isuzu qo'yilgan akalar, tayyor ishlab turgan pul topar mashina. Kimga qiziq bo'lsa, salon qismlari tayyor, polichexol hammasi bo'lgan. Olib minishga tayyor mashina. Mashinaning umuman rasxoti yo'q, ruli gidravlika. Oldi qismlari. Motori 366 mi aniq bilmayman. Telefonlashib egasidan so'rab olishlaring mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, mashina chustda akalar. Pul topaman deganlar bo'lsa, tayyor ishlab turgan texnika sotilyapti. Narxi 7000 oz-moz kami bor. Bemalol pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqib bog'lansanglar bo'ladi. Telefon nomeri aytib yuboring. 88lik 545 1779. Shu nomerlarga aloqaga chiqib bog'lansanglar bo'ladi. Mashina tayyor turibdi. Kimga qiziq bo'lsa